$20 million sotuv bo'lishiga asosiy sabab albatta shaxsiy brend hisoblanadi. Agar Ilhom akani shaxsiy brend bo'lmaganda edi, juda ham katta ehtimol bilan bu loyihani olmagan bo'lar edi. Ya'ni Tashkent City'ni o'rnini bosa oladigan holatdagi katta city qurilyapti. Aynan o'sha katta obyektni loyihasini qilib beradigan bo'ldi. Berilgan va'dadan kamida 3-4 barobar natijani qilib bersangiz, sizdan albatta rozi bo'ladi. Hech qanaqa bir so'm target yo'qmasdan biz bu natijani qila oldik. Siz kelishasiz, shartnoma qilasiz, raspakovka qilasiz, lekin bittada sizdan отказ bo'lib ketib qolishi mumkin. Ya'ni birinchi etapda siz qiladigan ishingiz pulni olish bo'ldi. Men qilgan xatoni sizlar qilmanglar maslahatim. Ya'ni men nima xato qilganman? Ya'ni bitta ekspert orqasidan sarafanga orqali 2 ta yoki 3 ta mijozlar menga keldi. YouTube'da 2 oyda ichida masalan 25 ming obunachi auditoriyaga yig'ib berganmiz. Va undan tashqari yaqinda boshlagan кейsimizda 10 kunlik natija 7,5 ming obunachi yig'ib qo'ydik. Men shu taklifni berganman Ilhom akaga va Ilhom aka sizga shu natijani qilib beraman. Agar mabodo natijani qilib bera olmasam, menga qancha summa bergan bo'lsa o'sha. Assalomu alaykum barchaga, hormangizlar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga aynan ba'zi ekspertimizni razbor qilib olib chiqamiz. Ilhom Sharif akamizni, ya'ni loyiha bo'yicha top ekspertlardan biri. Unda boshladik. Undan oldin bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu video aynan kimlar uchun? Siz bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni qanaqa Instagramda million prosmotr urish mumkin, qanaqa mijozni rozi qilish mumkin va qanaqa holda maksimal xatolarni kamaytirgan holda natija qilib berishimiz mumkin. Shularni sizlarga birma-bir aytib o'taman. Va agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesmen yoki ekspert soha mutaxassis bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Sizlarga bir yaxshigina taklif bermoqchiman. Qanunda boshladik. Xo'p, birinchi masala Ilhom akani A nuqtasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Ilhom aka oldinlari shaxsiy brend yurg'izgan, lekin hech qanaqa natija olmagan va bizga ishonib topshirganidan keyin biz qanaqa natijani qilib berganimizni aytib o'taman. Undan oldin uni hech kim tanimagan, Instagramda 0 ta obunachi 0 dan ochganmiz. Eski profilda 1000 taga yaqin obunachisi bo'lgan. Va shu paytgacha kelayotgan nima loyihalar kelayotgan bo'lsa, hammasi sarafan, ya'ni tanish bilish orqali kelayotgan loyihalar bo'lgan va B nuqtasi qanaqa bo'ldi? Ya'ni 3 oydan keyin, ya'ni 90 kun ichida 20 mingtadan ko'p organik obunachi olib keldik. Hech qanaqa bir so'm target yo'qmasdan biz bu natijani qila oldik, xudo xolasa. Va eng qiziq tomoni shu natijaning orqasidan 20 millionlik sotuv bo'ldi. Bir tasavvur qilib ko'ring, 20 million dollarlik loyiha. Ya'ni juda ham katta men uchun zo'r portfolio bo'ldi va albatta mana shu 20 million dollarlik sotuv bo'lishiga asosiy sabab albatta shaxsiy brend hisoblanadi. Agar Ilhom akani shaxsiy brend bo'lmaganda edi, juda ham katta ehtimol bilan bu loyihani olmagan bo'lar edi. Xo'p, mana rasmga qarab turgan bo'lsangiz, yana Yunusobod City ko'rsatilgan va xudo xolasa o'zim ham niyat qildim ana shu joylardan uy olishni. Rostdan ham juda ham katta mega shaharcha qurilyapti Yunusobod City tomonda. Ya'ni Tashkent City'ni o'rnini bosa oladigan holatdagi katta city qurilyapti, xudo xolasa. Aynan o'sha katta obyektni loyihasini qilib beradigan bo'ldi. Xo'p, keyingi masala endi Ilhom aka bilan qanaqa tanishganmiz va yozganimiz 2025-yilda 12-aprelda bo'lgan ekan va o'sha paytda o'zlari menga aloqaga chiqishgan. Charchamayapsizmi uka? Mana shunaqa vaziyat, men shaxsiy brend qildirmoqchiman degan va biz gaplashganmiz. Endigina boshlaymiz degan paytda nimadirlar bo'lganda ishimiz yana to'xtab qolgan. Ba'zi sabablarga ko'ra va oradan 2-3 oy vaqt o'tganidan keyin 22-avgust kuni Ilhom akaga o'zim aloqaga chiqqanman va ishni o'sha kundan boshlab o'sha jarayonni boshlab o'rganmiz. Keyingi etap nima bo'lgan? Muzokara bo'lgan. Muzokarada nima bo'yicha yutdim va nima bo'yicha men xato qildim? Sizlarga mana ochiqchasiga aytaman. Birinchi yutuq tomonim nima bo'ldi muzokarada men maksimal uni kutuvini pasaytirdim. Ya'ni qancha siz ekspertlarni, ya'ni mijozlarni kutuvini pasaytirsangiz, siz shunchalik ularni rozi qilish ehtimolingiz ancha oshadi. Agar siz mijozlarni rozi qilsangiz, siz bilan xohlagancha ishlashadi va qancha summa bo'lishidan qat'iy nazar siz bilan doimo ishlashadi. Mana shunaqa tomoni bor. Endi force major holatlar ham bor albatta. Endi buni sodda qilib aytadigan bo'lsak, Aziz Rahimov bir gapi bor-ku, bitta qizga gul bering, sizdan baxtli, o'zidan baxtli inson bo'lmaydi, lekin boshqa bir qizga Dubayga olib boring, lekin sizdan ko'p narsani kutadi degan narsa bor. Ya'ni ko'p narsa kutuvga bog'liq. Ya'ni qancha uni kutuvini pasaytirsangiz, shuncha uni baxtli yoki rozi qilishingiz mumkin. Endi mijoz misolda aytadigan bo'lsam, mijozni rozi qilishning eng zo'r yo'li bu kutuvni pasaytirib, unga berilgan va'dadan kamida 3-4 barobar natijani qilib bersangiz, sizdan albatta rozi bo'ladi. Xo'p, keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, rad edib bo'lmas taklif. Unga bir shunaqa taklif berganman va siz ham agar 0 dan bir shaxsiy brend loyihalar olmoqchi bo'lsangiz, shu narsani berish maslahat beraman. Lekin albatta mas'uliyat bilan yondashish kerak. Bu qanaqa taklif? Avval so'rang, nima xohlayapti sizdan? Men shu narsani xohlayman, shu prosmotr deydi, kimdir mashhurlik deydi, kimdir sotuv xohlayapman deydi shaxsiy brend orqasidan. Yaxshilab o'rganib oling. O'rganib olganingizdan keyin siz aniq bitta taklif offer bilan bering. Va offer shunchalik kuchli bo'lginki, masalan, shunaqa bo'lsin.
sizga shu natijani qilib beraman. Agar shu natijani qilib bera olmasam, pulingizni 100% qaytaraman degan offer bo'lishi kerak, ya'ni taklif. Men shu taklifni berganman Ilhom akaga va Ilhom aka hech qachon menga yo'q deya olmagan. Va yo'q deyishga sabab ham topa olmaganda. Masalan, bir o'ylab ko'ring, risk nolga teng, ya'ni risk nolga teng. Pulimga kuyaman, boshqa bo'ladi degan narsa yo'q. Natijani qilib beraman, okey, mendan xursand, rozi bo'ladi. Agar mabodo natijani qilib bera olmasam, menga qancha summa bergan bo'lsa 3 oyda shu pulni hammasini qaytaraman 100% holatda deganman. Va bu men uchun juda katta mas'uliyat bo'lgan va boshida qo'rquv ham bo'lgan ozgina, lekin Xudoga shukr yuzimiz yorug' bo'ldi, natijani qilib berdik. Xo'p, endi keyingi taklif, keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, yana переговордagi xatolarni bittasini sanab beraman sizlarga. Men nima xato qilganman? Ekspertni organi chuqur o'rganib, nima desam ekan, shu bo'yicha strategiya qilmaganman. Qilganman, qisman qilganman, lekin asosiy e'tiborim unda bo'lmagan. Ya'ni Ilhom aka mendan nimani xohlagan? Ilhom akani asosiy maqsadi million prosmotr yoki juda ham ko'p obunachi olib kirish bo'lmagan. To'g'ri, olib kirish bo'lgan, lekin asosiy maqsadi bo'lmagan. Asosiy maqsadi og'ri bor, dardi bor, aytmoqchi bo'lgan gaplar bor, shuni chiqarmoqchi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga. Va men u narsaga bilib turib, lekin chuqur amal qilmaganman va shuni natijasida shunaqa holat yuzaga kelgan. Bu muammo emas, lekin bir oydan keyin o'zi tushunib yetganman. Demak, shu bo'yicha ketish kerak ekan degan o'zimda xulosa bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz maksimal og'riqni aniqlab, shu og'riqqa yechim sifatida siz shu narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ham sizga keys bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, оплата shartnoma razpakovka. Ko'pchilik qiladigan xatosini sizlarga aytib beraman. Siz ham shu xatoni qilmang, aytmoqchi bo'lganim. Ya'ni biz ham shu xatoni qilganmiz boshida. Ya'ni Ilhom akada bo'lmagan, boshqa proyektlarda bo'lgan. Siz kelishasiz, shartnoma qilasiz, raspakovka qilasiz, lekin bittada sizdan отказ bo'lib ketib qolishi mumkin. Mijoz, bir o'ylab ko'ring, ya'ni qanchadir necha ming dollarga proyekt olasizda, 3 oylik shartnoma qilasiz, raspakovka qilasiz, mehnat qilib, lekin endigina pul masalasiga kelganda shunchaki yo'q bo'lib qoladi o'sha odamlar. Ya'ni shu joyga ham qattiq ahamiyat berish kerak. Ya'ni birinchi etapda siz qiladigan ishingiz pulni olish bo'ldi. Narxingizni aytasiz, kelishingizmi og'zaki bo'ldi. Birinchi o'rinda pulni oling, keyin shartnoma qiling, keyin raspakovka qiling, undan keyin strategiya, ya'ni brief qiling, mana shunaqa. Xo'p, keyingi etapga o'tadigan bo'lsam, so'mka jarayoni. So'mka jarayoni men uchun juda qiziq va men uchun eng anaqa yoqimsiz holatlardan biri bo'ldi. Chunki birinchi so'mkamda ko'p kutuvlar qilgandim, lekin ekspert meni xohlagandek gapirmagan, ekspert hayajonlangan, boshqa bo'lgan va bu menga yoqmagan. Ya'ni to'g'ri, ekspertlar birinchi so'mkada endi hayajon bo'ladi, bu normal holat, lekin asosiy narsa men o'zimdan qoniqmaganman. Ya'ni ssenariydanmi, boshqami bilmayman, shunchaki so'mkani jarayoni menga yoqmagan. Mana shunaqa holat ham bo'lib turadi va keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, montaj realizatsiyaga keladigan bo'lsak, xo'p, montaj bo'yicha ham menda kichkina muammo bo'ldi o'sha paytda. Ya'ni birinchi eng katta xatolarimdan biri menda zaxirada montajyor bo'lmasligida. Ya'ni shunaqa holat bo'lib qoldi. O'sha kuni video chiqishi kerak bo'lgan video chiqmay qoldi. Nima uchun? Chunki zaxirada montajyorim yo'q edi va bor bo'lgan montajyorim shunchaki yo'q bo'lib qoldi. Mana shu etapga ham e'tibor berish kerak. Shuning uchun doim zaxira bilan yurish kerak degan xulosani olganman. Va mana shunaqa gaplar. Shuning uchun montajyorda doim zaxira bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, birinchi relsimimizdagi xatoni gapirib beraman. Bu o'ta muhim ma'lumot. Men qilgan xatoni sizlar qilmanglar, maslahatim. Ya'ni men nima xato qilganman? Birinchi qo'ygan videoyimizni o'zi zo'r tomoni million prosmotrga yaqin bo'lib ketgan. Ya'ni 1 million prosmotrga o'ta yaqin kelib qoldi hozir. Lekin obunachi biz kutgandan juda ham kam, oz keldi. Nima uchun? Chunki bizda call to action yo'q edi. Maslahatim, sizlar ham hamma videolaringga call to action qo'yib boringlar. Ya'ni call to action bo'lmasa obunachi rostdan ham kam keladi. Oldin aytib qo'yaman. Chunki bizda bu kes juda ko'p holatda bo'lgan. Mana sizlarga realni ko'rsatadigan bo'lsam, Ilhom akani birinchi reelsiga o'tamiz. Mana birinchi reelsga o'tadigan bo'lsak, eng qiziq tomoni birinchi qo'ygan videomiz o'zi уже 1 millionga yaqin prosmotr bo'lgan. Zo'r yutuq. Bir o'ylab ko'ring, 0 obunachi, 0 ta podpiska bilan birinchi qo'ygan reelsimizda o'zi 1 millionga yaqin axlat bo'lgan. Lekin bizda CT yo'q bo'lgani uchun obunachi juda ham kam kelgan. Mana qarang. Aynan mana shu videoni biz qo'yganmiz va uni orqasidan 800 tagina obunachi kelgan. Bu juda ham kam ko'rsatkich. Mana shunaqa. Mana shu xatolarni sizlar qilmaslikka maslahat beraman. Mana shu yutuq tomoni birinchi qo'ygan videomiz tushib ketgan, xato tomoni bizda CT yo'q bo'lgan. Xo'p, keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, 10 kunni o'tdi oradan, 10 kundan keyin obunachi kelyapti, lekin obunachi juda ham kam holatda kelyapti, chunki oldinlari men qaysi proyektda ishlagan bo'lsam, birinchi qo'ygan videomiz o'zi million bo'lib ketardi odatda. Mana 2-3 million yoki 4 million bo'lib ketadi logistikada ishlagan paytimda ham. Ilhom akada ham shu narsa bo'ldi, lekin Ilhom akada nisbatan obunachi juda kam kelar edi va
10-kundan keyin yana bitta videomiz uchish boshladi. Jizzax haqida joylagan videomizda va mana shu videomiz hozirda mana 342 mingta охват bo'lgan ekan. Aynan shu videoni orqasidan umumiy hisobda 558 obunachi kelgan ekan. 27-sentyabrda bo'layotgan voqea endi bu. Mana shunaqa, ya'ni nima uchun bunda sal bo'lsa ham yaxshi obunachi keldi? Chunki bu yerda call to action bo'lgani uchun. Call to actionga ahamiyat beramiz. Endi xo'p, keyingi etapga keladigan bo'lsak, men 100% ishonchim komil edi. Men qilayotgan ishlarimni ba'zi ekspertlar yoki biznesmenlar meni kuzatib borardi. Qani qo'lidan kelarmikan degan narsa bilan va xudoga shukr yuzimiz yorug' bo'ldi va o'zi kutgan natijadan ham kamida 5-10 barobar yaxshi natija qilib bera oldik va shuning orqasidan, ya'ni bitta ekspert orqasidan sarafang orqali 2 ta yoki 3 ta mijozlar menga keldi. Ya'ni bittasini отказ qildim, ikkinchisi bilan ishlayapman va uchinchisi bilan ishlash arafasidaman. Mana shunaqa. Bitta odamni rozi qiladigan bo'lsangiz, undan orqasidan yaxshigina mijozlar kelishi mumkin. Shuni ham unutmang. Yana bitta narsani men 100% ichimdan his qilib turardim. Ya'ni agar men mana shu Ilhom akaga natija qilib beradigan bo'lsam, kamida bitta yoki ikkita loyiha kelishi mumkin edi. Chunki men oldinlar bu holat juda ko'p bo'lgan. Ya'ni siz agar bitta mijozni rozi qiladigan bo'lsangiz, kamida bittadan 5 tagacha bo'lgan insonga sizni tavsiya qilishi mumkin. Ya'ni bir o'ylab ko'ring, sizni tavsiya qiladi. Lekin agar o'sha insonni norozi qiladigan bo'lsangiz, qarg'ishga qoladigan bo'lsangiz, kamida u 10 barobar kuchayib ketadi va 10 tadan 50 tagacha insonga sizni yomonlashi mumkin. Ya'ni negativ odamda juda yomon kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun biz pastaganda doim jamoadoshlarimga ham aytaman, o'zimga o'zim qaytaraman. Birinchi o'rinda biz mijozlarni rozi qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun xudoga shukr biz yuzimiz yorug' bo'ldi va keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, mana 20 kundan o'tdi va 20 kundan keyin nima bo'ldi? 20-kunga kelib videolar уже asta-sekinlik bilan ko'tarilishni boshlayapti, lekin shunda ham men o'ylagan natija bo'lmayapti. Ya'ni videolar uchyaptimi? Ha. Prosmotr bo'lyaptimi? Ha. Lekin obunachi juda kam kelyapti. Nima uchun? Chunki men analiz qildim, boshqa qildim va shu qarorga keldim. Ya'ni biz odamlarga qanaqadir foydali, qiziq bo'lgan narsa beryapmiz, lekin foydasi juda kam degan xulosaga keldim va aynan mana shu ham foydali, ham o'ta qiziq bo'lgan strategiyani qo'llashni boshladim. Aynan 15-20-kundan boshlab. Va bu uzoq kuttirmadi. 20-kundan boshlab, xudo xolasa, 20-kun bu taxminan 6-oktyabrga to'g'ri kelyapti. Aynan 6-oktyabrga kunga kelib, bizning videomiz уже bang'ilashni boshladi va bir kunda 2000 ta, 3000 tada obunachi kelishni boshladi. Va qisqa fursat ichida уже 5000 ta, 6000 tadan oshib qo'ydik. Mana shunaqa. Keyingi bosqichga keladigan bo'lsa, yana 1 oylik natija qanaqa bo'ldi? Yana bitta sizlarga narsani aytib qo'yishim kerak. Hozir sizlarga ko'rsatish esdan chiqdi. Hozir 1 minut. Xo'p, mana. Ilhom akada nima bo'lgan? Aynan o'sha video tushganini ko'rsatib o'taman sizlarga. Ya'ni Samarqand, 2-Dubay Samarqandda degan ma'lumot topib chiqqanmiz va aynan shu videoning orqasidan bir o'ylab ko'ring, qancha obunachi kelgan mana. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, shu 9000 tadan ko'p obunachi kelgan. Bir tasavvur qiling, bitta videodan 9000 ta obunachi va bu realniy zo'r natija. 1200 mingta, 1.200.000 ta охват bo'lgan, ya'ni prosmotr va shuni orqasidan mana shunaqa natija bo'lgan. Endi bu 6-oktyabrda bo'layotgan voqea. Endi keyingi bosqich, ya'ni oradan 1 oy o'tganidan keyin уже biz 0 dan 1 oyda 6000 ta obunachi yig'ib qo'ydik. Bu kechagidek esimda 6000 edi. Va 6000 ta obunachi chiqqanimizdan keyin maqsadim endi chekni oshirish edi. Qanday chekni oshirish mumkin? Albatta, qanaqadir qo'shimcha qiymat berish kerak. Ko'pchilik masalan xodimlar bo'ladi, qanday oyligimni oshirsam bo'ladi deydi, lekin u o'ylamaydi-ki, qanday qiymatini oshirsam bo'ladi degan narsani ko'pchilik o'ylamaydi. Ya'ni siz agar o'sha insonga qiymatingizni yana oshirsangiz, ya'ni nima qo'shimcha qiymat bera olishingizni ko'rsatib bersangiz, xohlaysizmi yo'qmi, albatta chekingizni ham oshira olasiz. Va men shu maqsadimga erishdim, ya'ni yana 50% ga chekimni oshira oldim. Shu oktyabrda 15-16-dan boshlab, ya'ni 1 oydan keyin shunaqa natija bo'ldi. Endi keyingi etapga keladigan bo'lsak, 21-oktyabrda yana bitta qo'ygan videomiz уже millionlab bo'lib ketdi, milliondan oshib ketdi. Hozir mana 1,5 milliondan oshgan aynan shu videomiz va bu videomiz endi ko'p obunachi olib kelmagan bo'lsa ham, lekin har holda 4000 ta obunachi olib kelib qo'ygan ekan va 1,5 milliondan oshiq prosmotr bo'lgan. Aynan bu videoni biz 21-oktyabr kuni joylagandik. Xo'p, уже yaxshi obunachi kelyapti, boshqa kelyapti va aynan Ilhom akaning orqasidan bizga yangi proyektlar kelishni boshladi. Ya'ni agar siz mijozni rozi qilsangiz, uni orqasidan kamida bittadan 3 tagacha odam kelish ehtimoli juda ham katta. Xo'p, keyingisi, endi trial rejimidan foydalanishga keladigan bo'lsak,
Mana ko'pchilik bu narsani eshitgan, ancha 1 yil, 1,5 yil oldin chiqqan Instagramda, ya'ni uchib ketgan videoni yana qaytadan joylash haqida biz mana shu narsani testoviy qilib ko'rdik va bu ham yaxshi rezultat berdi. Mana qaraydigan bo'lsak, joylagan videomizni yana qaytadan joylaganimizda mana Minecraft haqida 193 ming ahvat bo'lgan va ikkinchi Dubay Samarqandda 247 ming ahvat bo'lgan. Ishonasizmi, mana shundan orqasidan qancha obunachi keldi. Men aytmoqchi bo'lganim, uchgan videoni yana qaytadan joylashni maslahat beraman. Bu yaxshi rezultat, yaxshi natija va siz olmoqchi bo'lgan natijani ertaroq olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi etap bor. Ikkinchi etap qanaqa? Qo'yilgan videoni shu profilga ochiqchasiga joylash deyiladi va shu orqali masalan deylik, birinchi joylagan videomiz o'zi 1 millionga yaqin ahvat prosmotr bo'lgan bo'lsa, uni ikkinchi marta ochiqchasiga joylagan paytimizda aynan shu videomiz 1,5 milliondan oshiq prosmotr bo'lgan. Mana bir o'ylab ko'ring, mana 1,5 million prosmotr va uni orqasidan yaxshigina obunachi kelgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar sizda uchib ketgan videolar bo'lsa, yana joylab ko'rishni maslahat beraman. Bu ham bitta keys. Nihoyat ikkinchi oyga ham yetib keldik. Ikkinchi oyga kelib turib, men yana o'yladim, shartnomada aslida 15 ta videoga kelishgani, ya'ni bir oyda. Bu degani har 2 kunda bitta video chiqadi degani. Lekin o'sha paytda men unga taklif qildim, ekspertimizga 25 ta video chiqsin va chekidan ham mana shuncha summani taklif qildim va ular albatta rozi bo'ldi, chunki qiymatimni ko'rsatib berganligim uchun. Xo'p, bizda yana bitta narsa bo'ldi, ya'ni biz juda ko'p foydali ma'lumotni, qiziq ma'lumot olib chiqdik, lekin yaxshilab qarasak ikkinchi oyga kelibmiz, lekin biror marta ya'ni ekspertimizni Ilhom akani qilgan ishlarini deyarli olib chiqmagan ekanmiz. Meni o'ylashim bo'yicha qanaqadir mijoz olib kelishga ozgina bo'lsa ham sabab bo'la oldi deb o'ylayman. To'g'ri, ahvat zo'r bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Ahvat tushib ketdi o'sha paytda, lekin muhimi biz Ilhom aka o'zi xohlagan narsani biz chiqarib bera oldik deb o'ylayman. Xo'p, endi keyingisiga aytadigan bo'lsak, umumiy hisobda 3 oy o'tdi va 3 oyda biz 20 mingtadan ko'p obunachi olib keldik, maqsadli obunachi va aynan 3 oyda ichida 20 millionlik sotuv qila oldik. Ya'ni o'ylab ko'ryapsizmi, bitta shaxsiy brend orqasidan 20 millionlik sotuv. Bir o'ylab ko'ring, mana menga qanchadir summa beryapti-da, 1-2 so'm berib turib, o'ziga masalan deylik 3-4 ming so'm o'qib olyapti. Bir tasavvur ko'ring, qanchalik zo'r narsa. Ya'ni ko'ryapsizmi, shaxsiy brend kuchi qanchalik katta ekanligini. Ya'ni 20 millionlik sotuv bu O'zbekiston bo'yicha, ya'ni men uchun ham juda ham katta natija, ya'ni portfolio bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Xo'p, endi keyingi bosqich o'sha 3 oylik tugadi. 3 oylik tugagandan keyin biz mijozimiz bilan yangi 6 oylik shartnomani hal qildik va hozirgacha ishlab kelyapmiz, xudo xolasa. Mana shunaqa gaplar. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shundan iborat. Agar shaxsiy brend bo'yicha sizda qanaqadir muammo bo'lsa yoki taklif bo'lsa yokida qiziqtirgan yoki og'riq bo'lgan muammolaringiz bo'lsa, izohlar yozib ketishingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha javob berishga harakat qilaman va agarda siz videoni shu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, juda ham katta ehtimol bilan bu sohaga juda ham qiziqasiz va shuning uchun men YouTubedan, Instagramdan ko'ra Telegram kanalimda nihoyatda auditoriyam bilan yaqinroqman. Shuning uchun Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Pastda chiqib turadi yoki pastdagi, ya'ni YouTube kanalida pastdagi opsiyada link qoldirib qo'yaman. O'shanga kirib, obuna bo'lib, meni kuzatib borsangiz, qimmatli bilimlarni tekinga ulashib boraman va YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana shunaqa gaplar. Endi ikkinchi etap, agarda siz biznesmen yoki tadbirkor, ekspert, soha mutaxassis bo'lsangiz va shaxsiy brendingizni rivojlantirish niyatingiz bo'lsa, birinchi o'rinda 2026-yil kirib keldi do'stlar. 2026-yilda Instagramda o'zi kamlik qiladi. 100% ishonch bilan ayta olaman, Instagramda o'zi kamlik qiladi. Agar biz bilan ishlash niyatingiz bo'lsa, biz sizga Instagram va bonus sifatida YouTube'da ham qo'shib beramiz. Biz YouTube'da 2 oyda ichida masalan 25 ming obunachi auditoriya yig'ib berganmiz va undan tashqari yaqinda boshlagan keysimizda 10 kunlik natija 7,5 ming obunachi yig'ib qo'ydik. Bu YouTube haqida gap ketyapti. Bilasiz, YouTube'da obunachi yig'ish Instagramdan ko'ra ancha qiyin. Buni YouTuberlar, mediada ozgina xabari bor bo'lgan odamlar ham juda ham yaxshi bilishadi va bizda YouTube bo'yicha shunaqa keyslarimiz bor. Xudo xolasa siz bilan ishlasak, YouTube bo'yicha sizda ham bundan ham zo'r rezultat qilib berishga ishonamiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, o'zimiz sizga bepul konsultatsiya beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishguncha.